Assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzorimizda bizni Dexin mahsulotlaridan mana bu Apple Drink, ya'ni olma sharbati. Bizga olma sharbatini bilasizlar, zo'ri kelgan. Hozir shuni sizlar bilan birgalikda iste'mol qilib ko'ramiz. Mana yangi ochilgani. Ichida mana shunday shtukdan 20 ta bo'ladi. 15 ta bo'ladi, uzr, 15 ta bo'ladi. Qarang, buni tayyorlashni bitta ko'rsatib beraman. Bu kimlarga foydali? Qoni kamlar bormi oramizda? Qoni kam, qoni ko'paymayotgan homilador ayollarga bersak ham bo'ladi. Fitnesslarda ozmoqchi bo'lganlarga bersak bo'ladi. Mana 1 litrga qo'shasiz. Mana 1 litr men sizlarga bitta stakanga qilib ko'rsatdim. 1 litrga qilasiz, bittasini solasiz, kun davomida ichib yurasiz. Qoningizni ham ko'paytiradi. Immunitetingizni oshiradi, tozalaydi. Temir moddasiga juda boy narsa. Iste'mol qilish uchun juda qulay. Ko'chadagi kompotlardan, boshqalardan ko'ra foydaliroq. Ulardan anchagina foydali. Mana shakarlari bor uni. Bularda hammasi tabiiy hisoblanadi. Shuni bir sizlar bilan degustatsiya qilib ko'ramiz. Kelinglar. Mazasiga gap yo'q ekan lekin. Yomon emas. Mazza.